Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mana sahobalar Hudaybiya kunida daraxt ostida bay'at berishdi. Mana ular haqida Alloh taolo xabar berib aytadi: "Ey Muhammad alayhisalom, dar haqiqat Alloh mu'minlardan ular daraxt ostida sizga bay'at qilayotgan vaqtlarida rozi bo'ldi. Bas, u zot ularning dillaridagi narsa, sadoqat va vafoni bilib, ularga sakinat va orom tushirdi va ularni yaqin g'alaba va o'zlarigina oladigan ko'pdan ko'p o'ljalar bilan mukofotladi. Alloh qudrat va hikmat sohibi bo'lgan zot." Sahobalarning qalblaridagi sadoqat va vafoni Alloh ko'rdi, ularning qalblariga sakinatni tushirdi. Mana ko'ring, ana shu payg'ambarga bo'lgan vafosi va sadoqatiga mukofot qilib Alloh sakinatni tushirdi. Aytyapmiz-ku, banda u sakinatni o'zi harakat qilib